Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaderlik Facebook'taki dünyanın her qaysı çaylarındaki qarindaşlarım. Hem onlarınki muşu vakti ve bunun dikinki vakti bu dünya ve o dünyalıqı her iki dünyalıqı bəxt saadetlerge tolsun. Ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'daki Zeytinburnu'daki üyemdin sizlerge Allah'ınki cennet salam boğan. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu degan salam bilan bu Facebook'taki İslam tarihi hakkında birlikte ögünüp kilovatkan 11. halkımızını, Facebook halkımızını başlayımız qarindaşlar. Qo'limdagi bunu İslam tarihi teklimakan Uyghur neşriyatiniki 2014-yil İstanbul'da neşr qilgan kitapni birlikte ögünüp atkan. Bugün biraz keç çöp gitti. Saatler 2:20'ni köz tutuldu İstanbul'da. Keçi saat 2:20. Ben baş kitaplarını bütünüge tunuşturdum. Şu kitap bilen birlikte İmamlar ve Sultanlar degan kitapni tavsiye qilmak qadirli qarindaşlar. Türkçe bilganlar Türkçesini okusa, biz Uygurcani bildiğim qarindaşlarımız Uygurcasını okusa degan ümitde bunu tercüme qilib Batur Qarqalı bilen ikimiz neşr qilib qo'ydik. Digital baskı deb qo'ydi. Resmi kitap qilib chiqarish uchun mental besish kerak bu kitaptan. Şu onun gücümüz yetmegenlikim biz 100 dal bastırdık. Vallahi aramızda pullarını çıkış qilib yurib. Ama şu neşr qilib tayya bazağı silangan bir 2-3 yılın yonkısı. Bunu İslam tarihi degan kitapni birlikte ögünüp etishini planlagan. Şu hazır men tünügen Abbasilardan burunqi devir bolgan Ümevi Ümeviler devrini birlikte ögünüp öttük. Bulapma tünügen Garip Ümevilerinden Endülüs yani Müslüman İspanya onun tarihini birlikte öğrengen boldak. Onun aldığınki saatte Şerq Ümevilerini öğrendik. Hazır Abbasilarını başlayımız qadirli qarindaşlar. Abbasilarının kuruluşu Abbasi devleti ismini Peygamber Aleyhisselam'ın tağısı Hazreti Abbas'tan algan. Abbasilarının kuruluşu sebep olan tunci hareket 717 yılda Hazreti Abbas'ın nevresi Ali tarafından başlangan. 717 yılgacha Abbas oğulları yoki nevreleri siyasi jihatda aldığı çıkmagan. Ali dastlabda bobusiga o'xshash siyosatga bek qiziqib ketmagan. Faqat Emevi hakimiyetining Abbasi ailesini paytaxt Şamdan sürgün qilishi bilan ahvol o'zgargan. Ümevilarning bundaq qilishida Ali ve yaqinlarining hakimiyetini tortib olishdan qo'rqish ehtimoli bo'lgan. Ali 714 yılda Abbasi ailesiyle birlikte günümüzdeki Iordaniya chegarasi ichida qolgan Humayma yezziga o'rinlashgan. Humayma Emevi rehberlerinin diqqatini tortmaydigan maxfiy tashkillanishga muvofiq yer idi. Ali yezining bu alaylikdan foydalanib 714 yildan boshlab Umayyalarga qarshi Abbasi hareketini boshlagan. Abbasi hareketi başlangan vaqtida Umayyalar bir qism qiyinchiliklar bilan beshi dard idi. Arab qabilalari o'ttirasida urushlar bo'lib o'tadi. Siffin urushidan keyin o'ttirga chiqqan xavorijlar Umayyalarga qarshi davomli isyon qilish holatida edi. Hazrati Ali tarafdorlari kundan kunga kuchlanib o'tadi. Oxirgi tarafdorlar faqat Hazrati Alining naslidan kelgan kishining xalifa bo'lishini loyiq deb bilganlik uchun Umavi hakimiyetini itiraf qilmaydi. Bu sebepten bazı rayonlarda Umavilarni qiyin ahvolga tushirib qo'ydigan isyonlar chiqardi.
Ehli Beyt taraftarları adette Şia yoki Şii deb bilinadi. Bütün bu özgürlükler Abbasilarning işlerini asıllaştırdı. Abbasi hareketinin başlanganlığını xabar tapgan Ali taraftarları Humeymege keldi. Bu yerde Umavilerge qarşı Abbasilar bilen ittifaq tüzdü. Umavilerge qarşı bu hareketinin rehberligini Abbasilar üstüge aldı. Abbasilar Hazreti Ali taraftarlarının yardımını algandan keyin 718 yıldan başlap teşviqat faaliyetlerini keng qanat yeydirdi. Bunun bilen köplügen teşviqatçını her qaysı rayonlarga evetdi. Emevi zulmüge qarşı adaletini yürgüzdiganligini aytib, xalqning qo'llashini qo'lga keltirdi. Kufa ve Xurasanda en güçlü teşviqat faaliyetleri elip verildi. 745 yılı bu yerge Abbasi ailesinin vekili sübtide Ebu Müslim Xurasan'a geldi. Bu adam asli İranlık idi. Ebu Müslim'nin Xurasan'a gelişi Abbasi hareketi için mühim bir başlangıçını teşkil kıldı. O Xurasanda Arap kabileleri otoristik ziddiyetlerden paydalanıp 747 yılda Abbasilarning isyan bayrağını götürdü. Qısqa vaqtda Emevi qo'shinini mag'lub qilib, Xurasonni egalladi. Keyindan bununla ergishib 749 yılda Abbasi qo'shinlari Kufa shahriga kirdi. Keyindan Abbasi Kufa daisi Ebu Abbasni xalifa deb jakaladi. Ebu Abbas xalifa bo'lib, tunji qatim xutbasida hokimiyat huquqining Abbasilarga oid ekanligini jakarladi. Abbasilar hakimiyetga chiqquchi bo'lgan arliqda Shialar bilan qurgan ittifoqini buzmaslik ahamiyat berdi. Faqat hakimiyetni qo'lga olgandan keyin ulardan yuz o'rib, ularning doilarini bir-birlab yo'qotdi. Abbasilar hakimiyetga chiqquchi bo'lgan arliqda Shialar bilan qurgan ittifoqini buzmaslik ahamiyat berdi. Fakat hakimiyetini qo'lga olgandan keyin ulardan yuz o'rib, ularning doilarini bir-birlab yo'qotdi. Emevi hakimiyetiga xotim berish uchun Abbasilar bir qo'shinini Suriyaga evatdi. Emevi qo'shini milodining 750-yili Zapsu daryosi yanida Abbasi qo'shinini to'sib qilishga tirishgan bo'lsa-mu, ammo yengildi. Abbasi qo'shini Emevilarning poytaxti Shamga kirdi. Emevi hükümdarı 2. Mervan məğlub olub Misr'a qaçışqa mecbur qaldı. Faqat şu yılı Abbasi askerleri tərəfindən tutulub öldürüldü. Şunun bilan Emevi dövləti yıqılıb, onun ortağa Abbasi dövləti quruldu. Abbasilar hakimiyyəti müstəkilləşmək üçün Emevi ailəsini bir-birləb yoxutuşqa başladı. Bunun nəticəsində Emevi ailəsinin köp insan öldürüldü. Abbasilar Emevi dövlətini ağdırıb daşlaş bilen billə, İslam dünyasında tunci qətim ularının başlayan səltənət padişahlıq hakimiyyətini davamlaşdırdı. Çünkü tunci Abbasi xəlifəsi vəfat boluşdan ilgiri ornuğa iynisi Ebu Cəhfərni vəli əhdi təyin qılğan idi. Şunundan başlap Abbasi hakimiyyətində hüquq tutqan 35 xəlifənin həmmisi Ebu Cəhfərnin nəslindən gəldi. Miladının 754 yılı Abbasi hakimiyetinin təxtiyə Ebu Cəhfər Mənsur çıxdı. Mənsur təxt çıxqandan keyin hakimiyyətin asasını müstəkilləşmək üçün bir qism işlərini qıldı. Xilafət təxti köz tikən və üzünü tanımağan tağısı Abdullahni Ebu Müslimnin yardım bilen yo'qotdi. Keyin Xurasanda güclənən Ebu Müslimni kelgüsüdə qiyinchilik tug'dirishi mumkin deb paraz qilib o'ldirgizdi. Yeni bir tarafdan Şialar Abbasilarni aldamchilik qilib, hakimiyetni tartib oldi deb o'ylaydi. Bununla asasen hakimiyetni qo'lga keltirish uchun Hazreti Alining o'g'li Hazreti Hasanning nevlaridan İbrahim ve iynisi Muhammedning rehberligida isyon chiqadi. Mansur 762-763 yillarda bu isyonni qattiq bostirdi. Mansur ishki tahsidlarni bir taraf qilgandan keyin Dicle daryosining yeniga mashhur Bag'dod shahrini bino qildi. Bir mezgil o'tgandan keyin Bag'dod hem go'zalligi, hem madaniyat jihatdagi aloyligi bilan nihoyat qisqa vaqtda dunyoning eng parlaq va eng go'zal shaharlaridan birisiga aylandi.
Abbasilar dövlətinin çigirisi Mansur yeni hakimiyyətin əsasını müstəhkəmləyən bu fəaliyyətləri bilan Abbasilarning haqiqiy qurğucusu hesablanmaqda. Abbasilarning tarixi qurilgandan keyin ikkiga ayrıldı. Birinci devir 750'den 847 yıllargacha bo'lgan tarixni o'z ichiga oldi. Mansur, Mahdi, Harun Rashid, Ma'mun, Mutasim, Vasiq qatorli xalifalarning hokimiyat beshidagi davr. Bu devir Abbasilarning hatta İslam tarixining altın devri deb qabul qilingan İslam medeniyetining qurilishi mu asosli bu davrda amalga oshgan. İkinci devir bo'lsa 847 yildan boshlab Abbasilarning yiqilish tarixi bo'lgan 1258 yilgacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi. Bu davrlarda Abbasilar davlati ojizlashga qarab yuzlanib, xilofat tuproqlarda ko'plagan mustaqil yoki yer mustaqil davlatlar o'ttirg'i chiqqan. Meyli bir xarita varken Abbasilar davlatininki chegirasi to'g'riliq. Bunu kitapni o'zingizlar setib olib o'qigandan keyin texnik aniq ko'ra olasizlar, qadrli qarindoshlar. Hokimiyatda mavalilarning ko'pligi. İkinci kichik mazmun 5-bab Abbasilar. Umaviylar Arablarni asos qilib qurilgan bir davlat edi. Hokimiyat rahbarlarining ko'p qismi Arablarni tashkil topgan. Arab bo'lmagan musulmonlar, ya'ni mavalilar idora, iqtisod va ijtimoiy jihatlarda Arablarga o'xshash imtiyozlarga ega bo'lmagan. Hatto ikkinchi sinf muomalasi ko'rgan. Aslida ular musulmon bo'lganligi uchun Arablar bilan o'xshash haqqa ega bo'lish kerak edi. Faqat undaq bo'lmagan. Misal qilsak, ularning davlatning kirimini ko'paytirish uchun Arablarga selishtirganda mavali xalqlarning texmi ko'p baj ilingan. Hatta musulmon bo'lmaganlarning jizyasi ulardan talab qilingan. Yana urushlarda Arablar otliq askari bo'lsa, ular piyoda askar qilingan. Urush g'animatlarini Arablardan az algan. Bu xil icraat Amavi xalifelerinden Ömer ibn Abdülaziz 717 yıldan 720 yılgacha davrida bekor qilingan. Bunun vafotidan keyin yana ilgirki holat davomlashtirilgan. Umaviylarning o'rniga Abbasilarning chiqishi bilan Arablar hokimiyatdagi ustunlikni ma'lum nisbatda qo'ldan berib qo'ydi. Hatto mavalilar Arablarga qarshi ustunlikni qo'lga keltirdi. Abbasilarning qurilishida Xorasonlik mavalilar büyük rol oynadı. Bunun neticesinde davlat tunca qurilgan vaqtda hokimiyatda ba'zi muhim yerlar mavalilarning qo'liga o'tgan. Misal qilsak, Abbasi hareketining eng kuchli ismlaridan biri bo'lgan Abu Muslim Mavali idi. Tunji Abbasi xalifasi uning sayesinde ish qilgan. Xalifa Mansur Abu Muslimning yordami bilan ba'zi isyonlarni bostirgan. Bag'dod poytaxt qilingandan keyin mavalilarning ta'siri texmi zo'raygan. Tunji Abbasi xalifalikleri yangi poytaxtda Umaviylarga qaraganda Sasaniylarning o'rnak ilib bir hokimiyat tuzilmasi qurib chiqqan. Xalifalikdan keyingi eng yuqori maqom bo'lgan vazirlik Abbasilarning idora tashkiloti yer olgan. Abbasi sarayda Parischa unvonlar qo'llanilib, Parischa naqshlar aytilishga boshlagan. İran tushunchasi va san'ati o'zini namoyon qilgan. Abbasilar hokimiyatida mavalilar Abbasilar qurilgan vaqtdan boshlab xeyli uzungacha kuchini saqlab qolgan. Buning eng jonliq misoli Bermakilar oilasi edi. Bu oila İranlik bo'lib, islomga kirishdan ilgari buddist edi. Ailedan tunji musulmon bo'lgan Xolid Abbasi davlati qurilgan vaqtida xalifa Abu Abbas tarafining g'ayri musulmonlardan ilindigan bajlarning topildigan Divanul Xiraj ve askerlerinin maaşını taqtilgan Divanul Junudning boshliqligiga tayinlangan. Xolid yeni bir tarafdan xalifaning xususiy katibligini qilgan. Bulardan boshqa Bag'dod shahrining qurilishiga tuhfa qo'shgan. Yana o'xshash bo'lmagan vaqtlarda Paris ve Tabaristonga valilik qilgan. Xoliddan keyin Bermakilar oilasining yeni bir a'zosi Yahya mo her xil vazifalarni o'tagan.
775 yılda Azerbaycan valisi bo'lgan meşhur Abbasi xalifisi Harun Reşidning şahzodaligi vaqtida onunğa o'qitishlik qilgan. Harun Reşid xalifa bo'lgan vaqtida onu vazifelikka tayinlab onun makamını xalifadan keyingi en yuqori darajaga o'stirgan. Yahya uzun müddet hakimiyetni yalğız baş qo'ygan. Yahya'nın oğulları Fazıl ve Cafermo hakimiyetini yalğız baş qo'ygan. Yahya'nın oğulları Fazıl ve Cafermo hakimiyette vazife o'tagan. Fazıl Şərqdəki vilayətlərinin, Cəfər Qərbdəki vilayətlərinin valiligini qilgan. Bunun bilan dövlətin paytaxtidan başqa yerlərinin hakimiyyəti Yahya oğulları arasında təqsim qılıngan. Yahya 17 yıl vəzirlik qılgan. Bu vaxt içində hakimiyyətdə mutlaq bir hakimiyyətə və nüfuzğa sahib bolğan Yahya'nın Harun Reşid 786 yıldan 809 yılgacha vəzirlik qılgan dövrü Abbasi dövlətinin ən parlaq dövrü hesablandı. İranlıq məvalilərinin hakimiyyətdəki nüfuzğa ərəblər qarşı çıxqan. Ərəblər xəlifəlik makamını qola keltiriş üçün Harun Reşidin oğulları Əmin 809 yıldan 813 yılgacha bilen Ma'mun 813'den 833 yılgacha o'ttirasida chiqqan urushda anisi İranlıq bo'lgan Ma'mun qarshi anisi Arab bo'lgan Aminni qo'llagan. Bu urushda Ma'munning g'alaba qilishi bilan Arablar hakimiyatdan butunlay yiroqlashtirilgan. İranlıq kishilar vazir yoki qo'mondonlikqa tayinlab hakimiyet təsirini küçeytken. İranlıqlara o'xshash mevaliler arasında yüz bergen Türkler mu Abbasiler devrede imtiyaz yükselişki başlagan. Türkler Ma'mun devrden başlap hakimiyetten nüfuzga iyi buluşqa başlagan. Ma'mun xalifalikning dastlabki vaqtlarida ko'pincha İranlıqlarning yardimiga tayangan. Ammo keyin İranlıqlarning hakimiyette güçlük nüfuzga ega bo'lishi bilan bularni tamponlashtirish uchun Xorasandagi vaqtida to'naydigan turklarni muhim vazifalar qo'ygan. Xalifalikning oxirgi vaqtida turklarning soni 10 mingga yetib, qo'mondonlarning ko'p qismini turklar tashkil qilgan. Mo'minning vafotidan keyin inisi Mu'tasim turklarning yordami bilan xalifa bo'lgan. Mu'tasim her qaysi rayonlardan askar yo'tkab, armiyaning ko'p qismini turklarni tashkil qilgan. 836 yilda Samarra shahrini qurib, turk askarlar bilan birlikda xalifalik markazi bu yerga yo'tkigan. Bunun bilan 892 yilgacha davom qiladigan Samarra davri boshlangan. Bu vaqtlarda Türk askerleri ve komandanlar hakimiyetli gücünü gösterken. Bular mütevekkil 841'den 861 yıldan başlap xalığan adamni xalifa qila oladigan, xalığan vaqtida vazifasini elib o'taydigan imtiyozga ega bo'lgan. Masalan 861 yilda taxtga chiqqan xalifa Muntasir 1 yildan keyin vafot bo'lib, o'rniga kimning kelishi masalasida talaq tartiş qılıvatqanda çoğ buğa, kiçik buğa ve utamış qatarlıqlarının törlük komandanlar toplanıp Mu'tasimning ecdatlarından qılıngan kiladigan birisinin xalifa bo'lish lazımlığını o'ttirib qo'ygan. Bunun bilan onun nevrilerinden Ahmetga Musta'in unvonini berib xalifa deb e'lon qilgan. Keyin Musta'inni taxtdan tushirib o'rniga Mutaz 866 yildan 869 yilgacha bo'lgan aralıkken ni xalifalikka o'ltirg'izgan. Mevalilar bir tarafdan hakimiyette güçlük imtiyazga ega bo'lsa, yana bir tarafdan erkin muhitdan foydalanib o'zlarining arablardan ustun ekanligini tilga oladigan asarlar yozgan. Bu asarlarda ikki taraf öz üstünlükini yozish bilan qarshi tarafning kichik kamchiliklerini yozgan. Abbasilar davrida o'ttirg'i chiqqan bu ahvol shu
Şuubiye hareketi deb atalgan. Deb qadirli qarindoshlar, Abbasiylar degan 5-babdinki 2-mazmunmu mishada tugudi. 3-mazmun Abbasiylarning dini hakimiyeti qanday edi? Şimdi Abbasilerin dini siyaseti. Abbasiler İslam dininin Umayyalar qaraganda ko'proq ahamiyat bergan. Xalifelikning dini bir maqamlıqı, bu maqamga 4 xalifeden keyin faqat özlerining vakillik qilganlik tushanchisini ko'ngilda saqlab kelgan. Bu vaqtdagi qarashlardan biri Payg'ambar alayhissalom bilan bo'lgan tuqqanligi edi. Bular bu ahvolni ko'pincha vaqtlarda Shialarga qarshi so'zlagan. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek, Shialar xalifelikning Payg'ambar alayhissalomning kuyovli Hazrati Ali ve onun neslinden kelganlarning haqqi ekanligini tashabbus qilib kelgan. Bu sababdan ulama xalifelik uchun Payg'ambar alayhissalomning tuqqanligini dalil qilib ko'rsatgan. Faqat Abbasiylar Payg'ambar alayhissalomning jamoatining qizi Fatima ve kuyovli Ali vasitasi orqali emas, tog'asi Abbasi vasitasi bilan davom qilganligini aytib Shialar qarshi chiqqan. Ya'ni haqqi ekanligini, ya'ni alayhissalomning Payg'ambar alayhissalomning kuyovli Hazrati Ali ve onun neslinden kelganlarning haqqi ekanligi tashabbus qilib kelgan. Bu sababdan ulama xalifelik uchun Payg'ambar alayhissalomning tuqqanligini dalil qilib ko'rsatgan. Faqat Abbasiylar Payg'ambar alayhissalomning jamoatining qizi Fatima ve kuyovli Ali vasitasi orqali emas, tağısı Abbas vasitasi bilan davom qilganligini aytib Shialarga qarshi chiqqan. İstanbul Topkapı Sarayı'daki muqaddas amanatlar arasidagi Payg'ambarimizga oid qilich. Qadrli qarindoshlar, rasmga qarasanglar, qilichni ko'rdinglar. Abbasiylar xalifelikning dini bir maqamliq fikrini ilgi surish uchun Payg'ambar alayhissalomga bo'lgan tuqqanligini dalil qilish bilan birga bu vazifaning Allah tarafidan berilganlik fikrini mo ilgari surgan. Bu sababdan o'zini Allohning yer yuzidagi temsilchisi deb ifoda qilgan. Buningdan boshqa musulmonlarning birligiga vakillik qilishning faqatla özgü xas ekanligini ve bu vazifaning qiyomatgacha o'z qo'lida bo'lishi lozimligi tushunchisini tashviq qilgan. Abbasiylar dinga ahamiyat berganligini ifodalash uchun islom Madinadagi 2 muhim shahar deb qabul qilingan Makka ve Madinaga büyük xizmatlarni qilgan. Makka masjidi haramning Madinada Payg'ambar masjidini kengaytgan. Su ihtiyacı hal qilish uchun quduq qazgan, dehqonchilik qilish uchun kanallar qazgan, haj yo'llarini remont qilib bexatarlikni saqlagan. Abbasiylar qurilishi bosqichida Shialar bilan birlikda harakat ilib borgan bo'lsa-mu, ammo hokimiyatni qo'lga olgandan keyin Shi'i fikrlarni yiroq bo'lgan. Buningga ko'pchilik qabul qilgan sunniy tushanchisini qo'llagan sunniy tushanchining vakili bo'lgan hadis olimlari va fiqhchilarga yaqin turgan. Abbasiylar Umaviylarga qaraganda Arab bo'lmagan xalqlarning islom bilan musharraf bo'lishiga zo'r kuch chiqargan. Ulardan Amaviylar davrida elingan ortiq bojlarni bekor qilgan. Ularning hokimiyatga aralashishiga yo'l qo'ygan. Bunun neticesinde Misr, Xorasan, Türkistan rayonundaki gayri Müslümanlar top olup İslam dinine kirgen. Ömeviyler devrede ayalının köp kısmını gayri Müslümanlarının teşkil kılışına nispeten Abbasiylar devrede ehval eksçe boğan. Kaderli qarindoshlar. Abbasiylar İslam dünyasını tashqi hujumlarga qarshi qo'g'dashni diniy siyosatning bir partisi deb qaragan. Bo'libmi vizantliklarga qarshi safar qilingan her bir yurishlarning
ba'zilarga xalifalar bevosita qatnashgan. Buning bilan jihodga ahamiyat beradiganligini o'ttirib qo'ygan. Abbasiylar İslam dünyasını tashqi hujumlarga qarshi qo'g'dashni diniy siyosatning bir parchasi deb qaragan. Bo'libmi vizantiliklarga qarshi safar qilingan harbiy yurishlarning ba'zilariga xalifalar bevosita qatnashgan. Buning bilan jihodga ahamiyat berilganligini o'ttirg'a qo'ygan. Abbasiylar qadimki İran dini ve mezhepleriga mansub shaxs ve tabiilarning musulmonlik ko'rinishi ostida qayd etilgan tirilish harakatlarini diqqat bilan kuzatib, vaqti kelganda bularni qattiq jazolagan. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib Abbasiylar to'g'riliq hamda umumiy, ya'ni bu kesalning Abbasiylar İslam dünyasını tashqi hujumlarga qarshi qo'g'dashni diniy siyosatning bir parchasi deb qaragan. Bo'libmi vizantiklarga qarshi safarbar qilingan harbiy yurishlarning ba'zilariga xalifalar bevosita qatnashgan. Buning bilan jihodga ahamiyat beradiganligini o'ttirg'a qo'ygan. Abbasiylar qadimki İran dini ve mezhepleriga mansub shaxs ve tabiilarning musulmonlik ko'rinishi ostida qayd etilgan tirilish g'ayratlarini diqqat bilan kuzatib, vaqti kelganda bularni qattiq jazolagan. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib Abbasiylarning diniy siyosati 3. mazmun, 2. mazmun hakimiyatda mevalilerinin ko'pligi, 1. mazmun Abbasiylarning qurilishini birlikda o'rganib o'tdik. Qadrli qarindoshlar, kelar soat ichki masalalar Abbasiylar davridagi, ondan keyin hakimiyatga qarshi diniy va siyosiy harakatlarda Shia isyonlari, ondan boshqa islomga qarshi diniy siyosiy harakatlar, ondan başqa 5. küçük mazmun bo'lgan markaziy idoradan ayrilish deganni, ondan keyin qadrli qarindoshlarim tashqi munosabatlar degan bölümni o'rganib o'timiz. Qadrli qarindoshlar, ana olsa mendim bugun mushunchalik. İnşallah ayette Abbasiylarning ayığını tügesek bir ders kılıp 6. bab Türkler ve İslamiye toğruluk mezmunga ütümüz canım dostlarım. Ne olsa bugün muşunçilik inşallah ayette körüşküçe aman bulanlar kadarlı qarindoshlar, sizle yine tavsiyem İslam tarihi degan kitapni tepip çuqum o'qinglar. Ondan başqa Abbasiylar bilan Umaviylar davrini başını ötküzgen İmam Ebu Hanife, yani İmam Azam deb qo'ydi. Onun to'g'riliq yozilgan ajishki davrdagi İmam Ebu Hanife'ninki siyasi fiqhisini, hayotini tanıştıran bunu İmamlar ve Sultanlar degan kitapni birlikte o'qishinglarni ümit qilamiz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Allah'a emanet bulunlar. Qadrli qarindoshlarım.